34 yil deganda uylanyapman. 34 yil. Do'stlar, bu bayram. Hay kuyov. Oshiqman aylanib ketdi. Men kelinda ammasiman. Qorovullikka kelganman. Odimda, odim. Ha, bir kun o'tmay qolmas, men narigi uyda jotag'ayaman. Men 34 ga kirib, senga kim uylansin dedi. Va nihoyat bugun bizda hech kim bezovta qilmaydi. Yaxshilab keldingizmi, begim? Bu gaplarni men qancha kutdim. 34 yil. Hay kuyov. Oshiqman aylanib ketdi. Ko'rasam, joningizga ham tegadi. Endi men qorovulmanda. Odim shunday, odim. Bu maktabda qorovullik qilyapman. Demakki poyanmidi. Ha? Yo, hech bala ketyapman. Jishtirib o'tirib oyog'ingni. Bu 3 kunda azobi, bu 34 yilda azobidan oshib tushdi. Ha, tingamni ammang jetkilar qaytamiz. Aka-ya. Ammang yo'qmi? Ha, kuyov. Ha, amma. Qorovulmanda. Odim. Ammanga hani Budoyzordagi manaqa qarovga o'xshaydi. Jonimga tegib ketish ammangim. Kuyov. Uzr, endi bezbetlik qilyapti deb o'ylamang. To'ylaringga ham bir pasda 3 oy bo'lib qoldi. Bir pasda emas-da. Yaxshi niyatda laloka olib keluvdik kuyov. Zamonaviy texnologiyalarda ishlab chiqarilgan, bolani tagi quruq turadi, allergiya chaqirmaydi, tursikchalik. Yangilik bormi? Qayda yangilik bo'ladi? Hali masjidni ham yechgan yo'q sizni deb. Abi, nimaga? Tinimsiz qorovulga o'tiribsiz-ku qo'lingizga baylab. Odim. Ana shu o'dimni kim o'ylab topgan ekan, Да, проходите. Shas. Alo. Allo, begim, tez keling, ammam ketdilar. Ha, hozir boraman, hozir. Singilcha, bergan pulimga roziman.